Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Newstar mototsiklimizni halol nasiya savdosiga Buxoro viloyati Olot tumanidan Bekzod aka bo'ladilar. Mana Bekzod aka qanaqa mototsikl? Zo'r mototsikldan juda ham xursandman olganimdan. Xudo xolasa hurmatli obunachilar olishlaringizni tavsiya qilaman. Men olganimdan beri 1 oy bo'ldi. Halol nasiyaga oldim. 5 marta chiqardi pulini. Xudoga ming qatla shukr. Shu planimda shu xalqqa xizmat qilish, manzilga yetkazib berish planida oluvdim. Xudo xolasa mana 1,5-2 tonna, 2,5 tonnagacha yuk bosyapman mototsiklga. Tepa ham demaydi, bo'tqoq ham demaydi, balandlik, tuproq ham demaydi. Xudoga shukr. Uyaltirmayapti. Haqiqatan ham nervlar zo'r ekan. Maslahat beraman olishlaringizni, ishlatishlaringizni. Haqiqatan ham qishlog'i texnikasi. Hech qayerda uyaltirgani yo'q. Sizlardan minnatdorman. Benzin qancha yuk olganingizda deyapti? 100 taga nechta deyapti? 5-6 ta men aniq hisoblamadim, lekin esimdan chiqqanicha bitta bak to'ldiraman. Shu 2 hafta, 2,5